Короче, hozir men sizlarga Bravron mashina olishni o'rgataman. Короче, kartadan mana aerodromda yo'li bor-ku. Xuddi mana shu joyga to'chiya qilamiz. Короче, taksidaman, mana taksi chaqirib qo'ygandim. Taksida o'sha yer. Mana taksi yetib keldi. Sam balla. Значит, mashinani kimdir olgan. Akalar, короче, bu yerda yo'q ekan. Men sizlarga ikkinchi joyni ko'rsataman. Bu yerda yo'q bo'lsa, обязательно mana shu mashina rasmi bor. Menimcha shu yerda bo'lsa kerak. Men chunki bundan oldingi o'yinda olgandim-da bu mashina. Короче, mana shu yerga mana jarima maydonchasiga kelamiz. Knopkani bosib turib, pulni to'laymiz $250. Вот. Mana Bravron mashina. Короче, o'q o'tkazirmaydi. Menimchalik Dodge Challenger nima? Shunday bo'lsa kerak nomi. Mana bu mashina vashi chotki. Bu bilan Labojiga borsa ham bo'ladi, o'q o'tkazirmaydi. Faqat o'q o'tkaziradi, mana oldida labovoy kichkina joydan o'tkaziradi. Atak o'q tegmaydi. Hozir men sizlarga sinab ko'rishim mumkin. Bunday qilib bitta granatani yo'qotamiz. Mana o'sha ko'rib turibsizlar, mana otadi, o'q tegmaydi, balaga. Mana politsiyachi keldi. O'q otyapti. O'q o'tmaydi. Lekin mana old tarafdan borsalar ham labovoy o'tkaziradi. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Keyin ko'pchilik aytayapti, shu politsiyachidan qochib bo'lmaydi shaharning ichida, qayerlarda qanday qochib qutulsa bo'ladi tezroq deyishyapti. Buning uchun mana ikkita yulduzcha chiqib qo'yganda, bunaqa oraliq ko'chalardan ko'p yurish kerak. Keyin ko'p gaz bosmasdan, sekin, me'yorida, asabiylashmasdan, sekin, xotirjamlik bilan yuramiz. Keyin ko'proq chunki mana shunaqa yerto'lalardan foydalanamiz, mana poyezd yo'li. Lekin akalar u yoqqa qarab turasizlar. Poyezd kelib qolsa, lekin mashinani ham portlatib ketadi. Короче, ancha problema bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Poyezd bormi, yo'qmi? Qaysi tarafdan kelyapti? Shularga e'tiborli bo'lib, nima qilamiz? Ko'ryapsizlar, tramvay kelyapti. Значит, o'rtaliqqa o'tib olamiz hozir. Bu tramvay to'xtashi mumkin, lekin poyezd bo'lsa to'xtamaydi. Mana shunday turamiz. Tramvaydalarda qo'l ko'tarib boramiz. Ko'rib turibsizlar, o'sha politsiyachilar o'sha topolmayapti, qidiryapti rosa. Tak. Yana ozgina kutib turamiz, короче. Ko'rdilarmi, o'sha shaharda ichida bo'lib turib, politsiyachidan qochdik. Bu mana nimasa bo'ladi. Bu mana rechka o'zimiz daryo. Xuddi shuni shu tarafida ham nima bor? Yo'l nari yuziga o'tib ketadigan tuynuk bor. Tuynuk deydimi, yerosti yo'li, короче. Tepaga chiqib olsak bo'ladi. Prямо shaharning ichidan olib chiqadi. Shaharmi, chekkaroq shahar. Tak. Mana ko'rib turibsizlar. O'sha shaharda narigi tarafdan chiqdik. Akalar, короче, endi men sizlarga nima ko'rsatmoqchiman. Qanday qilib tank, harbiy bazadan tankni o'g'irlashni ko'rsatmoqchiman.
ko'pchilik o'rgatyapti, noto'g'ri o'rgatyapti. Haligi politsiyskilardan o'g'irlab qochyapti. Men o'g'irlamasdan, короче, nimasi bo'ladi? Yulduzchalar yonmasdan o'g'irlashni o'rgataman. Hozir ko'rasizlar. Habiba Zahmat. Albatta qolamiz. Endi mana shu tutish kerak. Ahamiyat berasizlar akalar. Akalar, короче, mana shu e'tibor beringlar. Endi mana hovuzlar ko'rinib turadigan, harbiy baza ham ko'rinib turadigan. Endi mana shu точкаga kelib turamiz va обязательно bizda shunday оружие bo'lishi kerak, винтовка. Так. O ko'rib turibsizlar, tankiga qaratib примерно так, один. Так, два раз, короче. O'qotamiz. Ko'rib turibsizlar, o'sha tankali nirich qilib, asabiylashib, как будто kaprizmli tunetga o'xshab kelyapti. O'sha qanday burilishlar ham esidan chiqib qoldi. Kelyapti, hech bolaga qaramayapti. Yana bitta otib beramiz. O'sha bo'ldi, kelyapti. Davom etamiz. Hozir tank qani. Tak. Tank mana kelyapti. Shu mana yo'lini ham topolmay qoldi asabiylashganda. Burilishlarni ham o'shi bilmay qoldi, tushunmay qoldi, nima bo'lib turganini ham. Yaxshi, bitta o'q otamiz. Yana bitta, shtob yana asabiylashtiradi, esidan chiqib qolmasligimiz uchun. Tak. Bu nima qilyapti? Bu nimaga to'xtab qoldi? Bu yonboshga chiqib ketibdi. Hozir o'qlaymiz. Tak. Ish otamiz. Bu bardavli yo'llas nima qopti, chiqolmayapti. Endi chiqdi. Tak, mashinaga o'tiramiz. Chunki bu tank opasniy tank. Ot ko'rib turibsizlar, o'sha ashiraga kirdi mana. Bitta soldat kelyapti, ishni belgi tepib. Короче, ozgina teparoqqa chiqamiz, ozgina. Ko'p emas. Где-то shu joylarga chiqamiz. Tak. Bizga vertolyot jo'natishmasa bo'ldi. Ishimiz besh. Yulduz o'tishini kutamiz. Endi mana shu kutamiz, faqat kutamiz aka, hech bo'la qolmaymiz. Tak. Kutamiz. Ular perroverka qilyapti, bizni oqtarishyapti, короче. Tak, ko'rib turibsizlar, o'shdi o'shi. Mana politsiyskiy hammasi o'shdi, tank qoldi. Sekin, akkuratniy tushamiz. Bu tankni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Tankdan ko'z uzmaslik kerak. Ko'z uzilib boshqa yoqlarga ketib burilib kelsa, bu tankda avtomatik bu gitarani o'zi nima qiladi, berkitib qo'yadi, olib qo'yadi. Shuning uchun akkuratniy tushamiz, tankdan ko'z uzmasdan. Tank turibdi. Endi bravronniy mashinadan voz kechamiz. Iloji yo'q, bir nimadan voz kechmasak. Tak, ish qilib odam yo'q bo'lsin-da. Odam bor, значит, сейчас. Odam bor. Tak. Turamiz. Odamni sekin olib tashlaymiz. Iloji yo'q. Nima yonib qoldi? Nima deydi? ikkita zvezdochka yonib qoldi. Men yonmaydi deb o'yladim. Qolgan oylar yonmaydi agar akkuratni ish qilsang.
Просто men sezdirib qo'ydimda, bu odam qolib ketib qoldi. Men sizlarga video olish uchun sal tezlashib ketdimda. Keyin nima desa bo'ladi? Tanki bilan og'laganlarcha uni nima qilsam ham bo'ladi. Og'lagan joylarga olib ketsam ham bo'ladi tankini. Короче, bu bilan buni bossalar o'qotaman. Bugungi videomiz shundan iborat. Keyingi safar xudo xolasa Ferrari, Lamborghini shu boshqa nimalarni olishni o'rgataman. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, like, komment va do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Поддержка olib turinglar. Keyingi videolarda xudo xolasa bir 10 ta zo'r fishkalarni sizlarga nima qilaman, ko'rsataman.